Dasturimizni olis Uchquduq tumanida olib borilayotgan xayrli amallar tafsiloti bilan davom ettiramiz. Tuman hokimligi hamda prokuraturasi tashabbusi bilan hududdagi ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalar va ularning farzandlari hamda ota-onasidan ayrilgan bolalar uchun Boqiy Samarqand shahriga sayohat tashkil etildi. Tarixni bilmasdan kelajakni yaratib bo'lmaydi. Istiqbol esa bilimli, salohiyatli, vatanparvar yoshlar qo'lida. Inson qalbida tinchlik va osoyishtalik, farovon turmush uchun shukronalik hissini uyg'otish, o'tmish haqida tushunchaga ega bo'lgan holda bugunning qadriga yetish va kelajak uchun intilish bo'lishi shart. Bunda esa tarixiy maskanlarga sayohat va moziy bilan yuzlashishning foydasi katta. Bir guruh uchquduqliklar ilm-fan, madaniyat o'chog'i sanalgan Samarqandda bo'lib, buyuk sarkarda va bunyodkor Amir Temur, falakiyot ilmi sohibi Mirzo Ulug'bek haqida yaqindan bilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bugungi sayohat barchalaringizga qutlug' bo'lsin. Prezidentimizning o'sincha bizlarga shariat jasab, o'sincha sayohatga bizlarni chiqarib, bizlarning ko'ngil kuyimizni ko'targanda prezidentimizga rahmat aytaman. O'shunday ko'ngil kuymen, yaxshi kayfiyatlarмен yuraveraylik. Denimiz sog' bo'lsin, elimiz tinchlik bo'lsin. Ichki turizmni rivojlantirish, yoshlarning yozgi ta'til onlarini maroqli o'tkazishi, qolaversa xalqimiz uchun muqaddas qadamjolarga, tarixiy go'shalarga sayohatlarini tashkil etish orqali dam olishlari uchun sharoit yaratish maqsadida uyushtirilgan bu xayrli tadbir uchquduqliklarga juda manzur bo'ldi. Uchquduq tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi 330 sonli qarori ijrosi yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, tuman prokuraturasi va tuman hokimligi tashabbusi bilan tumandagi ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar Samarqand shahriga ziyorat qilish maqsadida olib kelindi. Har bir qadimiy obida fuqarolarga gid xizmati orqali alohida tanishtirildi. Ushbu tashabbusli harakatlar ichki turizm sohasini rivojlanishi uchun ham o'z samarasini beradi. Mahalla faollari hamda mas'ul xodimlarning nazorati ostida tashkil etilgan sayohat shunchaki hordiq uchungina emas, ishtirokchilarning tarixiy bilimi oshishi, ilm-fanga bo'lgan qiziqishi ortishiga ham xizmat qiladi. Bu zaminda yashab o'tgan ilm-ma'rifat taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan siymolar, yurtimiz tinchligi va mustaqilligi uchun kamarbasta bo'lgan insonlarning hayoti, faoliyati haqida batafsil ma'lumotga ham ega bo'lishdi. Zero tarixiy maskanlarda yashiringan sir va sinoat, moziydan darak beruvchi inshootlar qa'ridagi bilim sayohatlar orqaligina yuzaga chiqadi.